Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga bugun Lingoder platformasini tushuntirib beraman. Buning uchun siz o'zingiz qurilmangizni qidiruv tizimiga kirasiz va qidiruvga Lingoder deb yozasiz. Mana chiqdi, har xil mana bu sariq Lingoder Learn Language ga kirasiz. Bu men yuklab olganman. Siz o'zingiz yuklab olasiz. Unaqa katta megabayt joy olmaydi. Ochamiz. Lingoder. Ozgina kutamiz. Mana men o'zim profilimda kirganim uchun chiqib turibdi sizlar. Elektron pochtalaring yoki Gmail akkauntlaring iOS qurilmasidan kirganlar iCloud orqali kirishinglar mumkin. Mana men o'zimning nomimdan kiryapman. Oldin kirganim uchun chiqib turibdi. Kiramiz va razрешitni bosamiz. Mana bu oyna ochildi. Ana endi birinchi o'rinda alfabetni o'rgatadi. Bu qurilma o'zi aslida tillarni oson, sodda va qulay usulda o'rganishga yo'naltirilgan platforma hisoblanadi. Mana bu qurilmada siz o'zingiz xohlagan tilni o'rganishingiz mumkin. Yapon, angliskiy, ispan tili, fransuz tili,